Ozoda Nursaidovaning qo'shig'i uchun klip suratga olish jarayonida aktrisa Sabrina Jabborovani avtomobil bosib ketgani haqida xabarlar Instagramda portladi deyish mumkin. Suratga olishda voyaga yetmagan aktrisa gelikni haydagan va boshqaruvni yo'qotib Sabrinaning ustidan 2 marta o'tib ketgan. Oqibatda Sabrinaning tos suyagi singan, boshqa a'zolari og'ir jarohat olgan. Jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani oqibatida uning chap oyog'i o'ng oyog'idan 7 sm uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgani bildirilmoqda. Xabarlar fonida Kosmodinas loyihasi muallifi Madina Mahmudova mavzuni voqea sodir bo'lgan paytda noyabr oyidayoq olib chiqmoqchi bo'lishganini, ammo Sabrinani davolashga va'da berishganini aytganini ma'lum qildi. Ammo yetarlicha yordam ko'rsatilmagan. Va operatsiya ham o'tdi, lekin operatsiya bo'lib o'tgandan keyin ham bitta oyog'i kalta bo'lib chiqdi. 7 santimetrga. Bu juda ham katta problema. Tim более bu qizni уже в принципе matkadan ayrishdi. Butun umr bolali bo'la olmaydi, к сожалению. Ayol sifatida, конечно же, bu juda ham qo'rqinchli holat. Bu narsani ispravить qilib bo'lmaydi boshqa. Oradan ko'p o'tmay xonandaning o'sha klipida ishlagan ijodiy jamoa mazkur vaziyat bo'yicha tushuntirish berdi. Xonanda Ozoda Nursaidova klipni suratga olish jarayonida qatnashmaganini, ular aktrisaning murojaatiga keltirilgan hech qanday birinchi yordam ko'rsatilmagan haqidagi iddaoni rad etdi. Lekin jamoatchilik vakillari mazkur hodisadan Ozoda Nursaidovaning befarqligini ham tanqid ostiga oldi. Shuningdek, faollar holat baxtsiz hodisa emas, jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi mumkinligini yozib qoldirmoqda. Hodisadan 4 oy o'tibgina Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi holat yuzasidan Jinoyat kodeksining transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizlik qoidalarini buzish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani va dastlabki tergov harakatlari tamomlanib, tegishli tartibda sudga yuborish chorasi ko'rilayotganini ma'lum qildi. Ushbu modda bo'yicha mazkur qilmish og'ir oqibatlarga sabab bo'lsa, 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan.